Motorlar 1.6 turbina. Motorlar Motorlar germanskiy Bosch kompaniyaniki. gap isbot bilan bo'lsin. Ana aziz do'stim. Har bitta balon alohida Agar boshqa viloyatdan bo'lsalar, agar bizning filial hamma joyda bor. Toshkent, Samarqand, Qarshi xohlagan unaqa salonga kirsalar, garantiyali knijkasi bilan o'sha yerning o'zidan ham bizning o'zini o'zi maqtab turibdi. shunday. Mana agar 18 ta Partronic 540 kimdir assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opa singillarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan o'z kanalida har doimgidek men sizlar bilan Ruslan Mo'minov va Titor Buxoro avtosalonidagi Azamat aka. Assalomu alaykum Azamat aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Ruslan o'z kanali obunachilariga alangali salom. Mana biz Jitur avtosalonida hozirda Buxoroda nasib bo'lsa video obzorlarni boshlaymiz Ruslan aka. Titor Buxoro avtosalonida aziz do'stlar, bugungi yangiliklarni ko'rsatib o'tamiz. Shu videoda shu ko'ryapsizlar, shu bugungi yangilik hisoblanadi aziz do'stlar. Kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Azamat aka bitta adres aytaylik aka ukalarimizga. Adresimiz Gazli Shoh ko'chasi 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4-uy. Xo'sh, yana nomerlarimizni qoldiramiz. Telegramdan agar bizga yo telefon orqali qilsalar, Telegramdan lokatsiya tashlab beriladi. Bo'lmasa ichkaridan kirib boshlaymiz, ha? Boshlaymiz. Yo'l ustida aziz do'stlar, Xorazmdan kelishga o'ng qo'lga joylashgan, Qashqadaryodan kelishga chap qo'lga. Hozirgi kunda bir adres topish juda qiyin ish emas. Ekranda qo'yilgan telefon nomerlariga birozgina telefon qilsangiz, kiravering aka, biz shunday video olaylik. Mana bu yerga mashinalar ko'p. Xohlagan bittangizni olib Tebrlar kelibdi, nasib bo'lsa Tebrlar. Yangi modellarimiz bor. Yangiliklar juda ham ko'p. Ro'zoyga tugayapti, skidkalarimiz davom etmoqda. Harakat qilishlaringizni so'raymiz. Narxlarni chiroyli qilib, bonuslar bilan hech kimni xafa qilmasdan xursand yuboramiz mashinalari bilan. Nasib bo'lsa. Qaysidan boshlaymiz? Tebrdan boshlaymiz, yangi modellar. Yangilikda. Mana Tebr nasib bo'lsa bizning salonlarimizda shartnomalar ochildi. Oq-qora xohlagan ranglaringizni bir soatda oformleniya qilib yuboramiz. Boshqa viloyatdan keladiganlarga hotel bizadan yana o'shaga Buxoroni aylantirib, mashinalarni oformleniyalarni qildirib, bonuslarigacha chiroyli qilib yuboramiz. Bonuslarimiz kam emas. Hozirning o'zida bizdan mashina olsalaringiz setka beramiz, karterizachta beramiz, parog beramiz, tonirovka beramiz. Poligini ham agar boshqa viloyatdan kelsangiz benziningizni ham to'ldirib, chiroyli qilib yuboramiz. Bir tim pul kerak emas. Buni obzorini qilib ko'rsataylik aka-ukalar, chunki bu O'zbekistonga hali yangilik, hali o'sha kamdan kam kanallarga chiqqan. Motor sistemasi, yoqilg'i qancha? Motorlar 1.6 turbina. Motorlar germanskiy Bosch kompaniyaniki. Motorlarni ham ochib bir ko'rsatayman sizga. Sepli bo'ladimi shunda yo? Sepli bo'ladi. Sepli motor, ha? Aziz do'stlar, T2ni kichigida bu. T2dan oldin chiqqanmi shunda? Birinchi chiqqanmi? Yo'q, endi yangi chiqdi. Yangi chiqqan, ha? 1.6 turbina. Mana bu. Belli va akkumulyatorlarda. Rasxodlari ham zo'r. Shaharning ichiga 7,5-8 litr, yo'q, 9 ta shaharning ichiga yeb beradi sizga. 91-92 bemalol metan propanlarni she'rli salonni o'zidan o'rnatib beramiz. Metan propanlarni ham qo'yib yuborsa bo'lar ekan. Bemalol. Bemalol. Danlida shu 6,5-7 litr rasxod qilib beradi sizga. Orqa tomonlarni ko'rsak, ko'rib turgan ko'kalarimizga. Balonlar 18 razmer. Balonlar yaxshi. Orqa tomondan 70-75 ming kilometr bemalol garantiya berib bilamiz, haydab bilasiz. Arqa bagajlar ham elektronniy. Balandligi nechida shunda? 1.870. 180 chiqib qoladi, ha? Bagaj nimasi ham sig'imi ham katta ekan. 540 litr ob'yom bagaj ko'rish mumkin endi dakatkada. Bemalol metan propan o'rnatib berib bilamiz. Balon nechilik dedingiz? 18. 18 deb bo'lar aziz do'stlar, 5 o'rinda. Juda ham chiroyli chiqardi. Yo'llarga, bu tog' cho'llarga boraman degan vaqtda bemalol taylari baland ko'rishlaringiz mumkin. Mana nimasi ham juda nima masofa krila bilan balonni nimasi katta. Arqa nizofisimiz podveskalar отдельно. Bemalol kuzov qorlanadi, balonlarni o'zi o'ynab ketaveradi. Hozir shunda buni 4 ta balon aylanadi, ikkita faqat oldinda. Ikkita oldi balon. Bunda faqat old period. Zo'r ekan. Oldinda. Yaxshi. Endi salonlarni ham ko'rsataylik. Bemalol ko'rib turgan ko'kalarimizga. O'zini paroklari bor ekan, ha? Bu avtosalondan qo'yilmagan, ha? Zavodskoy. Zavodskiy. Balandroq mashinamiz, o'tirgan vaqt bemalol shaharning ichiga hamma narsani ko'rib ketishlari mumkin. Ovozlarni ham eshitishimiz mumkin. Kattagina panorama lo'ki bor ekan. Abduf, Abagrev, hamma narsalarimiz bor, monitorlar. 8 xil rejim. Buni narxi qanchaga chiqyapti aka? Hozirda biz buni narxini 386 million 500 qilib qo'yganmiz salonning ichida. 386 narxda xohlasalar rassrochka befoiz halolnasiya qilib beramiz 5 yilgacha. Xohlasalar kredit, hamma narsalarimiz bor. Yangi unaqalarimiz ham chiqqan bankda chiroyli qilib. Nalichiga olgan ko'kalarimizga
yengillik bo'ladimi yoki shu narx aytilgan? Shu narx hozircha endi zavo yangi bo'lgani uchun shu narxda hozircha endi qo'ldan kelgancha $1,5 ming bonuslarni podarka bepul beraveramiz. Bonuslar bor ekan aziz do'stlar. Mana lekin yangi model o'sha T2 bilan o'zi birga bir o'xshab ham ketayotgan salon qismi. Nima deydi? Skors rechelari T2ga yetilmaganlar mana T1da olib bosaverasiz, narxlar ham 360 kamera funksiya hammasidan bor-da. hammasidan bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Barda xolodilniklar. Naqd, kredit, rassrochka hammasi bor, ha? Hammasini qilib beramiz. Hamma to'lov bo'laveradi. Bitta pasportga kelsalar, bitta pasportlarga ham tushirib chiqarib beramiz. Bosh to'lovsiz. Bosh to'lovsiz. Bosh to'lovga endi aytib o'tishimiz kerak, oldingi videoda nimalarni garovga qo'yish kerak. Ha, garovga so'raydi, agar unaqa bo'lsa. Ismlari qoraroq bo'lsa, qora ro'yxatga tushgan shunday. Uylarni zalogga qo'yishni so'raydi bank. Bitta birinchi baribir bizga bir murojaat qilsalar, biz hammasini podrobni tushuntirib beramiz. Aytib o'tganimizdan bir simsiz beryapti deb aldash osanmi? Nimadir garov evaziga olib ketasizlar aziz do'stlar. Orqa o'rindiqlari. Orqa o'rindiqlar ham pod'yomni yo'q ekan mana bu yerga. Bu 178, ana buni polni orqaga oldim, ko'rishingiz mumkin, bemalol. Podlakorniklar bor. Abogriflar orqada, Abduf kojalar perforatsionni terlatmaydigan eko koja ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan ranglardan bor, oq, qora, qizil. Bor. Salonlarni ham ranglari har xillaridan bor. Chiroyli qilib, o'zlariga yoqqan ranglardan chiroyli qilib beramiz nasib bo'lsa. Buni garantiyasi qanchadi? Xo'sh, motorlaringizga 2 quruq garantiya beramiz. 200 ming kilometr motorni. 200 ming kilometr. Hadovoylaringizga 150 ming kilometr. Hadovoyga 150 ming. Kolodka ketadimi, amortizator ketadimi, bizning salonga keladilar. Agar boshqa viloyatdan bo'lsalar, agar bizning filial hamma joyda bor. Toshkent, Samarqand, Qarshi xohlagan unaqa salonga kirsalar, garantiyali knichkasi bilan o'sha yerning o'zidan ham bizning garantiya bilan almashtirishadi. Kelib yotishlari shartmi? Misol uchun oddiy misol uchun moya almashtirishga. Shunday. Bir qo'shgan vaqtda oldi tomonini ko'rsataylik, ko'klar faralar qanday ekan. Shularni ko'rsatmoqchi, ko'klar bo'lib qoladi-da. Qo'shib bering. 1 minutmi yo bir 5 sekundni qo'shsangiz, mana bo'ldi. Shu holatga harakat qilaman, ha? Bo'ldi, qo'shyapman, mana shu holatga bo'ladi. Avaringkasini yo'q-a? Avaringlar shunday bo'ladi. Mana aziz do'stlar, ma'qul kelgan bo'lsa, Jetur Buxoro avtosalonida birinchilardan bo'lib kelib turibdi. Kelib mashinani sotib olishlaringiz mumkin. Naqd, kredit, rassrochka va nalichi albatta 2 martalab bor. Keyingi mashinalarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Dashingni ko'rsamizmi? Ha, Dash. Ko'p kishining yuragidan joy olib bo'lgan. O'zi reklama qilgan mashina. Uni reklama Lamborghini Urusga o'xshab ketadigan mashina Jetur Dashing. Hozirda narxlari 345 million so'm. Yana kelsalar gaplashib chiroyli qilib hozir chiroyli narxlarda qilib 325 millionlarga tushirib beramiz. Shoshilib qolsanglar, bularni o'zi nalichiga kam qo'lli. Endi eng ko'p ketadigan mashina bizda Dashing. Hozir 1.5 turbinali, ha? 1.5 turbinali. Narx qanchaga chiqyapti? 345 million so'm. Kelsalarga 325 millionlarga naqdga yo avtokreditga chiroyli qilib berishimiz mumkin. Naqd olamiz 325 ga beraveramiz. Chiroyli qilib beramiz. Mana bo'lmasa aziz do'stlar, mana obzorlarni juda ko'p qilganmiz. Yoqqilig'i shu uzog'i 8 gacha yeydi, to'g'rimi? Shunday. 8-9 gacha yeydi. 5 kishilik crossover. Mana aziz do'stlar, qizil va buni Alcantara bilan nima qilib, chexollarni chiroyli qilib. Zavadskoy 100% shumka faqat Dashing modelimizda bizani. 100% shumka? 100% shumka. Ana yonib qoldi-da, ko'ngil g'ash bo'lyapti. O'chiraman. Avarinkasini yo'q qo'ydim. Ha, bo'ldi. Bungacha o'chirgancha men ko'rsatib turay, aziz do'stlar, avarinkasi yo'q qoldi. Juda ham chiroyli mashina, Jetur Dashing. Buni yurgan aka-ukalarimiz juda ko'pchilik. Hali misol uchun ko'chaga, uyga, misol buzilib yotgan joyini ko'rganim yo'q. Maza qilib haydab yurishibdilar. Unisini bunday desa, bunisini bunday desa, bu dunyoga mashinalar o'tib ketadi. Shunday. Trading xizmatlarimiz bor. Xohlagan mashinalaringizni olib kelsalaringiz, eski mashinalaringizni Tico'mi, Lacetti'mi, Gentra'mi, hammasi Chevrolet'ni farqi yo'q. Inomarkani ham olamiz. Qancha pullar bilan kelsa, shu mashinalarni olib kelsa bo'ladi. Misol Jeturga tegishli bo'lsa, qancha so'm? Boshlang'ich o'zi 4 ming, 5 ming bilan kelsalar chiroyli qilib, o'zlarining notoriga rasmiylashtirib chiroyli qilib yuboramiz. 50 million olmishlar, mana shunda 300 million, 350 million. Rassrochka qilmoqchi bo'lsalar ham, endi qit'i ko'proq 10 ming, 11 ming, 12 minglargacha olib kelsalar, rassrochka qilib, befoiz halollasini ham qilib berishimiz mumkin o'zlarining notoriga. Chiqadi shunda? Xo'sh, hozirda bizga rassrochkalarimiz 5 yilgacha, lekin aytib qo'yamiz, kelganlardan keyin pasportni bankka tashlab beramiz, bank bizga ko'rib beradi limit bilan. Ba'zilarga 3 yilga chiqyapti, ba'zilarga 5 yilga ham chiqyapti, ba'zilarga 12 oyga ham chiqarib beryapti.
uni aniq aytib bermaymiz, kelganlaridan keyin aniqlashtirib berib beramiz. Pulga qarab xullas Shunday. hisob kitob qilib chiqarib Shunday. berasizlar. Malades, zo'r. Xo'p, keyingi mashinalarimiz to'g'risida ma'lumot berib ketaveramiz. Chunki X50 ni ko'rsamizmi yo X70 ni ko'rsamizmi? endi shu X50 ni ko'rsatalib, aka-ukalarimiz bor ekan, yangi bor ekan, videoga tushib qolsalar keyin 50 modelimiz hozirda Tracker'ni bemalol savdosini urayotdi deb bemalol aytib bilaman. shunday. Ikki xil paysada kelyapti bizga 1.5 turbinada 4 ta porsionlik. Mana aziz do'stlar. Bu 1.5 turbina. 1.5 turbina. 1.5 turbina. Ana. O'zgarishlar juda ham katta. Chakra yo'q berdilar. Ovozlarni eshitishingiz mumkin. Hozir akamiz ko'ryapti, balki olmam ketishi mumkin. Ha, nasib bo'lsin. Navruzga bo'lsa yangi mashina bo'lsin. Yeli va akkumulyatorlar hammasida bor. Aytganimdek motorga hozircha 2 quruq garantiya beramiz. Ko'z tashlamaydi, zang urmaydi. Atsinkoviy kuzovlar и jemchug bizada hozir kelyapti. Oq, qora, любой rangdan sразga hal qilib beramiz. Buni ikki xil pozitsiyasi bor, ha, hozir Ha, shunda. birinchi paysamizda endi lyuk yo'q, uchilo'rmish kameralar yo'q, slipoy zonalar yo'q. Endi bu qiti 10 million so'm bu yoq farq qilyapti. Lyuk, 310 kamera, slipoy zona, orqalariga abogriflar bilan sakadiskalar keyin farq qiladi, ko'rishingiz mumkin. Motori, ko'rinish jihatdan Hammasi bir xil, hadovoylari balki emas. Asosan bir 5 ta farq bilan farqlanadi. Shunday. To'g'rimi? Shunday, 10 million so'mga farq qiladi. Endi ko'p kishiga lyuk kerak emas. Ko'p kishiga endi katta yoshlarimizga bu. Shunday. Endi baribir bu yoq, lyuk baribir yaxshiroq deyman. Qanchadan qanchaga prosto necha pulga bunisi? Xo'sh, hozirda 260 million so'm birinchi paysamiz. Kelsalar yana gaplashib chiroyli qilib beramiz. Bundan ham arzon qilib beramiz. Kelsalar chiroyli qilib beramiz. 279 million 500 buni ham narxlarni chiroyli qilib tushirib 270 largacha hal qilib chiroyli qilib beramiz. Buni ham arzoniga beraveradi. Shunday. Любой rangdan pul so'ramaymiz. Bunga lekin funksiyani hammasidan bor. Bor. Funksiyani. Bir bagajimiz elektron emas tamom. Funksiyani hammasidan bor. Bagajlari ham keng, orqalari ham keng. 280 millionga hozir raqobatga bizga Sonet и Tracker. Shunday. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Keng. Orqada abogriflar bor. Самое главное, ходовой balka emas, orqa. Orqa ham независимость podveska. Shunday. Hozir ko'rsak, gap isbot bilan bo'lsin. Ana aziz do'stlar. Har bitta balon alohida mana chuqurlarga tushgan vaqtda Dizaynni ham chiroyli chiqarganlar. Orqa oldin qoshlari o'zi yo'q ko'rsaman, avarinkalarni yo'qib. Заводской 80% shumka. 80% shumka bo'lgan. Ha. Ha, aziz do'stlar. Led faralar bilan jihozlangan. Zo'r. Kelaverasizlar Jetur Buxoro avtosaloniga. Orqa oldin partoniklar bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Bunga ham shu gap. 2 quruq motorga garantiya beramiz. Hadovoylarga 150 ming kilometr ichkaridagi elektron narsalarga 6 yil. Bizda o'zgarishlar juda ham katta. Avval Xitoydan kirib kelardi mashinalarimiz, hozir O'zbekiston o'zida zavodlarimiz bor. Germaniya bilan O'zbekiston совместный ishlayapti. O'zimiz O'zbekiston, o'zimiz brend bo'lib qolibmiz bo'lsa. Zapchastlardan muammo yo'q. Xohlagan bamper deysizmi, to ichkari narsalargacha srazga to'p berishamiz. O'zi bunaqa avvalgiday kutamiz, 10 kun, 20 kun, 1 oy, 2 oy kutish yo'q. Sraz hammasi nalichida chiqarib beramiz. Xo'p, X70 Eiffelda aytib o'tamiz endi 7 o'rindiqli. Buni hamma qiziqayotgan. Shunday. Eng ko'p sotilayotgan bizda hozir 70 modeli, chunki O'zbekistonda hozir любой salonda 300 million so'mga 7 kishilik mashina yo'q. Shunday. Kami 500-600 milliondan ziyod 7 kishilik topishingiz mumkin. 300 millionga 1.6 turbina sakadiskalarni ko'rishingiz mumkin. Balon almashtirib umuman o'tirmaysiz. Biz sizga bonuslarni aytganda o'sha narsalarni beraveraman. Ichkari tomonlarni bu birinchi paysasi. Mana bu paroglarni ham qo'yib qo'yibsizlar. Paroglarni bonusga beraveraman. Ha. Elektronli parogchilarni ham qo'yib qo'yganmiz. Bu birinchi paysamiz, ichi material salon, bir xolodilnikimiz yo'q, bagajimiz elektron emas. Buni narxi qanchaga hali? Xo'sh, birinchi paysasi hozirda 300 million so'm. Kelsalar gaplashib chiroyli qilib narxlardan tushirib beramiz. Shuni full komplektatsiyasini ham o'zi ko'rsatib o'taman. 318 million so'm, uni ham biz sizga birinchi paysa narxiga berib yuboramiz hozirda. Asosan bu ham aziz do'stlar motor sistemasi bir xil bo'ladi, ko'p aytib o'tganmiz. O'sha funksiyalardan bir ikkita
ko'p emas, bir ikkita funksiyalardan farqlanadi. Yili 26 bizada mashinalar, 25-24 mashinalar qolmadi. Hammasini sotib tugatdik. Aytganimdek, birinchi paytani ko'rishingiz mumkin. Rushnoy qo'lda ochiladi, qo'lda yopiladi. Xohlasangiz, mana bagaj qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Yo, biz 7 ta odam bilan yuramiz desangiz, uni ko'tarasiz, ketaverasiz. Buni ham bir qo'shlarni bir yo'q ko'rsatamiz. Arxoldan qo'shlari juda ham chiroyli ishlangan. Zo'r ekan. 7 o'rindiqli. Do'stlar, led faralar. Chiroyli mashina. Orqada vixloplar qo'yilgan. Chiroyligina. Bu birinchi pozitsiyasi. Bu bir. Ana oldimizda 2, ko'p kishi ko'p farq qilib bilmaydi. Bir bilan 2 ni. Ko'rinishdan farqi bormaydi. Shunday. Shu ikkinchi paysani eshiklarini ochsangiz ham ichkari tomonda koja salon. Холодильникlar, беспроводной zaryadkalar. Arkada abagreflar. Bu zo'rda 7 o'rindiqli aka. Buni olgan aka-ukalarimiz endi Aytganimizda akajon ko'rishlaringiz mumkin. 5 o'rindiqli puliga 7 o'rindiqli olsalar buni mazza qilib. Ko'p kishi yomonlaydi bizani brendni, Jitur Xitoy deyishadi. Avval Xitoydan kirardi, to'g'ri. Kamchiliklarimiz ko'p edi. Hozirda lekin уже Germaniya bilan qo'shib motor, ходовой, ichkari elektronika Germaniya bo'lgani uchun hozircha bizda ana shunday bemalol qo'rqmasdan 200 ming kilometr motorga garantiya beramiz. 150 ming kilometr ходовойlarga. Undaka biron joyi buzilmayapti. Ya aka, u gapiraveradi, bitta yangi mashina bir yigitni qaritadi. Shunday. Buni olib aqqa-baqqa meni yuradi deb olib taksi qilmaylar-ku mashinani. Shunday. Disk rejimlar bor. Yalg'ondan noqoz bolalar bo'lsa, noqoz qo'llar qolib ketsa ham ba'ziga shunday o'tiradi. Bezopaslik 100%. O'yinlar ham qismaydi taqdim. 320 millionlik variant ha? Ha, 300 million so'mga kelishamiz shu mashinani. Birinchi paysani narxiga beraveraman. Birinchi paysani. Ha, kredit yo naqdga olsalar. Rasochka qilamiz desalaringiz, endi uzr so'rayman, skidga qilib berib bilmaymiz. O'sha 318 million 500 ga bo'lib to'lab, alom narsa qilib o'zlarining otlariga oformlana qilib beramiz. Ha, bayram oldi aziz do'stlar, bosaverasizlar, bitta nima deysizlar? Birda ham, ikkisida ham panorama bor. Birinchi paysi, ikkinchi paysida ham panorama bor. Shunday gaplar. Keyingi mashinamiz Jiturni dodasi. Jitur T2. Mana T2. Bundan juda ham Buxoroda ko'p. Bu endi zo'rligi jihatdan ham zo'r, lekin o'sha zo'rligi uchun ham o'sha payt kelgan vaqtda 512 million edi, hozir ham shu 512 million narxi. 496 ga beraveraman hozirni o'zida. Jon aytdi Azamat aka shu gapni aytgan aka. Range Rover'ning ukasida bu. Buni maqtagan bilan. Keling bir qorasini obzor qilib beramiz, ishlarini tomosha qilib bemalol. Buni o'zi ko'rsatmasak ham o'zi aytib o'tiradi mashinani nimaligini. Shunday odam ko'rsatsa. Biz do'stlar 496 millionga naqd olamansa beraverasiz bo'lmasa. 2 turbina aka, motorni o'zi aka boshqa dunyo. 6-2 sekundga 100 ga chiqarib beradi sizga aka. Mana aziz do'stlar, orqa tomondan ko'rinishi, bagajini ochgan bilan aka, prisoska uni maqtanyapti, shart emas, uni maqtashdan hojati yo'q. Mashina o'zini o'zi maqtab turibdi. Shunday. Mana do'stlar, agar 8 ta Partronik 540 kimdir kirib olaman desa, bemalol foto bar nima bo'lsa shu ochdingizda oqim bo'lmasa qarasin bo'lsa oqim deydi-ki. Mana bagaj sistemasi aziz do'stlar. Salonlarni ham chiroyli. Любой xil rangdan bor, T2 modelimizni ham. Ko'p kishiga yoqadigan narsa ana shu. Qarsilab turayotmayapti. Prisoskasi bor. Balon almashtirib o'tirmaysiz. Aytganimizdek, rasxodingizni biz to'laymiz. Tonirovkangizni ham qilib beramiz. Poligingizni ham, oldiniga setkalarni ham, tagiga karter tashlarni ham. Pul so'ramaymiz. Poliklarni berasiz. Ha. Benzinlaringizgacha chiroyli qilib, faqat Buxorodan lekin. Kelasiz, Azamatjon qani siz, men o'zim sizga qarayman. Chiroyli qilib, bonuslari bilan ishlaringizni bitirib, o'zim banklaringizgacha hal qilib, chiroyli qilib yuboraman nasib bo'lsa. Olgandan keyin xullas bir so'm xarajat qilmaylar-da. Yo'q, bitta nomerlarni olsalar bo'ldi. Ha, polika olay, bir boshqa narsa qilay. Agar nomerni ham she'rni olmoqchi bo'lsalar, farqi yo'q. She'rni o'zida tanishingiz bo'lsa, sразу she'rni o'zidan nomerlaringizgacha chiroyli qilib beramiz. Nomer to'qib ketadilar birdan. Nomer to'qib ketmoqchi bo'lsalar, mayli. Endi nomer taqmaylar, baribir 10 kun, 15 kun shunday. Bir maqtan yurgilari kelyapti, inson pachka mashina olib turgan. Endi shunday odat bor-da. Endi polnamasini she'rdan qilib ketaman desalar ham farqi yo'q. Bunisi ham farqi yo'q. Xohishlariga qarasizlar, chiroyli qilib beramiz. Ha, do'stlar. Tekki aytganimizda. Olib ketsa bo'ladi. Xo'sh, buni o'z boshlang'ich shu 25% bilan chiqarib beryapman. Qanchalar bo'ladi shunda? 100 million bo'ladi. Xo'sh, aytib o'tirmaymiz, ko'rsatamiz akajon. Ko'rsatganimiz yaxshi. Xo'sh.
496 ga tushirib beraman 512 dan. Ko'paytiramiz 25%. 124 million. Bir pachka 10 ming dollarlar bilan olib ketsalar bo'ladi. Oylik to'lovlari ko'p chiqmaydimi shunda? Yo'q, chiroyli qilib 5 yillikmi, 3 yillikmi, 4 yillikmi hisob kitobini qilib beramiz. Qaysi ma'qul bo'lsa o'zlarining o'rtalariga oformini qilib beramiz. Mana shu qorasi qiziqqanlar qorasi, mana bu svetga qiziqqanlar. Hamma svetdan uch bor ekan, oldin kelganda bittalar bo'laydi, u ham tala-tala bo'lib olib ketib qoldi. Opsional ichida bor. Shoshilib qolsalar bulardan ham keyin tutiladigan keyin tugab qolsa. Xohlagan ranglari bor. Oq, qora, narda grey deyilami? Tezrayflar bor, bepul tezrayflarimiz kelalar bitta pasport pravachilari bilan bitta shuna tezrayflarimiz hadovoylarini ko'rsinlar. Yo'qdan mendan mashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz 97 lik 867 66 68 nomerimga telefon qilsangiz 24/7 men onlayn telefon qilsangiz agar 5 ta narsani bonus qilib benzinlaringizgacha polni baq qilib chiroyli qilib yuboraman. Mana aziz do'stlar, videoda o'ziga ham shu Azamat aka, telefonda o'ziga ham Azamat aka bo'ladigan bo'ldi. Kimdir agar kelmoqchi bo'lsa Azamat akani so'rab, Hammalaringizni Buxoroda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Sog' bo'linglar. Rustam o'z kanalida obunachilari kutamiz nasib etsa.